Endi o'rgangan mavzularimiz bo'yicha test ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda deyarlandirma. O'zbekchaga test degan ma'noga keladi. Birinchi testimiz. Kemal, evdan chiq. Biz mana bu A, B, C, D shiklarından birini seçmemiz lazım. Shik degani variant degani. Demak, evdan chiq. Hop, uyuyor. Yok. Ö'den sonra u kelmaydi. Çıkıyor. Yok. Çıkıyor. Hop, bu to'g'ri keladimi? A va E'dan keyin E kelarmidi? Ha, keladi. Demak, birinchi savolimizning javobi C shikki. Kemal evden çıkıyor. İkinci savolimiz. Cemil pencere nokta nokta dışarıya bakıyor. Hop. Cemil pencereden dışarıya bakıyor. Doğru mu? Demek ince ünlü bilen tugayapti. Den qo'shsak to'g'rimi? To'g'ri. Demek Cemil pencereden desek to'g'ri ekan. Qolganlari pencerede dışarı bakıyor. Pencereyi dışarı bakıyor. Pencereye dışarı bakıyor. Doğru kelmaydi. Demek doğru cevabımız doğru. Doğru şıkkımız A şıkkı bo'ladi. Hop. Üçüncüsü. Babam her sabah parkta koş. Demek unliga qaraymiz. O kelyapti. O va U'dan keyin U kelardi. Shunga qarab tanlaymiz. Ko'shiyor yo'q. Unli bo'lsa birdan yor qo'shardik. Bu noto'g'ri. Keyingisi ko'shiyor. Demak, O bo'lganligi uchun bu yerda ko'shiyor. To'g'ri javobimiz B. Javobi B shikki. To'rtinchisi, buzdolabında elma mı var? Armut demak, m'ning to'g'ri variantini joylashtirishimiz kerak. Xo'p, oxirgi unliga qaraymiz. O va Udan keyin nima keladi? U keladi. Armut m. Xato. Armut mi. Xato. Armut mu. Demak, bizning to'g'ri javobimiz mu, chunki oxirgi bo'g'inda u bor. Beshinchi savolimiz bebek ne yapıyor? Rasmga qarab javob berishimiz kerak bu yerda. Demak, rasmda bebek bu chaqaloq sut ichyapti. Araba kullanıyor. Yo'q. Araba, mashina kullanmak haydamoq degani. Mashina haydayapti. Noto'g'ri. Piano chalıyor. Pianino chalyapti. Xato. Futbol o'ynuyor. Futbol o'ynayapti. Xato. D şıkkımız süt içiyor. Evet, süt içiyor bu bebek. Şimdi burada süt içiyor. Demek D şıkkı doğru. Sonraki altıncı sorumuz. Nereye gidiyorsun? Demek nereye qaysi qo'shimchaning savoli edi? Ganing. To'g'rimi? Qayerga degani edi. Okulda. Xato, maktabda deyapti. Qayerga deganda maktabda. Okula deyapti bu yerda. Qayerga ketyapsan? Maktabga. Demak, to'g'ri javobimiz B shikki okula. Keyingi javoblarimizda okuldan qayerga ketyapsan desa, maktabdan ketyapman. Qayerga ketyapsan degan maktabni ketyapman. Bular xato javoblar bo'ladi. Yettinchi savolimizda tenjera nerede deyapti. Buni mantiqan topishimiz kerak. Buning uchun so'zning ma'nosini bilishimiz kerak bo'ladi. Tenjera degani qozon degani. Qozonning joyi qayerda odatda? Ya'ni qozon qayerda deb so'rayapti. Qozon odatda oshxonada bo'ladi. Endi javoblarni ko'rib chiqamiz. Yotoq odasida, ya'ni yotoqxonada. Yo'q. Salonda, zalda. Yo'q. Bahçede, bog'da, hovlida. Yo'q. Mutfakda. Mutfak turkchada oshxona degani. Demak, qozonning joyi mutfak. Doğru seçenek D seçeneği. Seçenek va shik bir xil ma'noda keladi. Javob degani, variant degani. Keyingisi nereden geliyorsun? Nereden ise dan chiqish kelishligining savoli edi. Qayerdan degani edi. Demak, A shikkimizda eve, uyga, yo'q. Evde,
Yo'q, evi, uyni yo'q, evdan. Demak, qayerdan kelyapsan? Uydan kelyapman. To'g'ri javobimiz D seçenek. D shikki. 9-savol. Gulxonim o'g'li quchog'ini oldi. Demak, o'zbekchasi Gulxonim o'g'lini quchoqladi yoki quchog'iga oldi desak, bizda o'g'li nima kerak bo'ladi? N kerak bo'ladi o'zbekchada. Nning turkchadagi qarshiligi qaysi edi? To'rt xillik qo'shimcha edi. Oxirgi unliga qaraymiz. Unli bilan tugasa bizda n orttirish qoidasi bor edi. Demak, o'g'lini, to'g'rimi? Demak, udan keyin u keladi. Bu qoidamizga tushdi va unlidan keyin bitta n orttirardik. N ham mana orttirilgan. O'g'lini quchog'ini oldi. Demak, birinchi A shikkimiz to'g'ri javob ekan. O'g'lina quchog'ini oldi bo'lmaydi. O'g'liga quchog'iga oldi bo'lib qoladi. O'g'linun, bu ning degani o'g'lining quchog'iga oldi. O'g'lindan, o'g'lidan quchog'iga oldi. Bu ham xato javob. Keyingi oxirgi savolimiz. Bu elma och düştü debdi. Demak, bu olma daraxt tushdi. Bizga bitta kelishib qo'shimchasi kerak bo'ladi. Daraxtdan tushdi deyishimiz kerak bo'ladi. O'z-o'zidan ko'rinib turibdi. Javobimiz B. Nima uchun? Biz dan dedik, lekin bu yerda tan yozilgan turibdi. Chunki mana bu ch fıstık ch shahab harfi bo'lganligi uchun D T ga almashdi. Shu yerda bir qoidani aytib ketay. Turk tilida D bilan boshlanadigan qo'shimchalar da, dan, dir, daki qo'shimchalari fistik shahab bilan tugagan so'zlarga qo'shilganda T ga almashadi.